Tutamınız nemişqi şuncha moyum? Abdori Keith Harrell. İngilizceden tərcüm qiyğıcı Hikmətyar İbrahim. Siz hayatınızdaki en zor yoşurun küçünüzni qozğıtış üçün basalaydigan en moyum qadamlarning biri tutamınızni, yani İngilizce attitude. Ve onun xizmat önümünüzge, münasibetingizge ve etrafınızdaki barlıq kişilerge bo'lgan ta'sirini nazorat qilishni o'rganib olishdir. Men odatda muhokama yig'inlarimni siz bu yig'inga qanday tutam elib keldingiz degan ulug' savol bilan boshlayman. Kishilar doim bu savoldan gangrab qoladi. Amaliyotda kishilarning tutamga bo'lgan tonishi yuqori bo'lmaydi. Ular qo'rsqining ochqanini yoki putining og'riganligini biladi, ammo tutamini yaxshi bir taraf qila olmaydi. Bu bir xatolik, chunki tutam, ya'ni attitude, hammadan derak berdi. U sizning dunyoni qanday tunishingizni va dunyoning sizni qanday tunishini belgilaydi. Hammamizning tanlash imkoniyati bor. Biz o'zimizni rag'batlantiradigan va qo'zg'atadigan yoki o'zimizni mag'lub qiladigan va o'zimizga behuda ich og'ritadigan ichki dialogdan birini tanlay olamiz. Bu xil kuch hammamizda bor. Hammamiz mushkulotlarga, azob-uqubatlarga, jismoniy va hissiy azobga duch kelamiz. Buningdagi halqiliq nuqta ishning tugunining beshimizga qandaq ish kelganligi emas, balki uningga qandaq inkas qaytirish ekanligini to'nib yetishdir. Kallangiz programmalig'ili bo'ladigan kompyuterdir. Siz uningga unumdor yoki unumsiz yumshoq detal qachlashni tanlay olasiz. Sizning ichki dialogingiz tutamingizni programmalaydigan yumshoq detal bo'lib, u o'zingizni atrofingizga dunyoga qanday ko'rsatishingizni belgilaydi. Siz bu programmalashni kontrol qila olasiz. Uningga nimani kirgizsangiz, hammasi uningdan chiqqan narsalarda ifodalanadi. Nurg'unlarimizning bugungi kunda nihoyat go'dak vaqtlarimizda mengimizga programmalangan harakat andisi bor. Mengimiz xotirlab olgan uchurlar butunlay xato yoki azobli bo'lishi mumkin. Hayotning ochiq realligi shuki, biz davomliq salbiy uchurlarni anglab turamiz. Ammo uni mengimizga programmalab olishimizning hojati yo'q. Siz anglagan eng kuchlik va ta'sirli sado o'zingizning ichki sadosi. O'z tanqidingizdir. U siz ruxsat qilgan uchurlarga asosan ya siz uchun yoki sizga qarshi xizmat qiladi. U umidvor bo'lishimi, umidsiz bo'lishimi mumkin. U ham sizni charchitalaydi, ham xushal qila oladi. Siz avat kuchini va topshirib olg'inchini kontrol qilsiz. Lekin buning oldingi sharti siz angliq holda ichki dialogingizga mas'ul bo'lishingiz va kontrol qilishingiz kerak. Odatlangan nachar tutam, ya'ni attitude, ko'pincha ilgirki kechirmishlar va voqealarning mahsulidir. Uning ko'p uchraydigan sabablari o'zini to'van ko'rish, besim, qo'rqish, nafrat, g'azab va o'zgarishlarni bir taraf qila olmaslik qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Ziyonliq tutamning yildizni tepish uchun ravros o'ylanish kerak. Ammo o'zimizni bu ig'ir yuktoqdan qutuldira olsak, buning foydasini bir umr ko'ramiz. Tovandagilar tutamingizni yaxshilash uchun mening tutam qurollari sanduqimdan tanlangan 10 strategiyadir. Birinchi, muayyanlashtirish orqali o'zni yetaklash. O'zingizni har kuni bir qancha qitimlab muayyanlashtirishingiz yoshurun engingizni aktiv tafakkur orqali qayta programmalashingizga turtki bo'ladi. Muayyanlashtirish ishonchga to'lgan so'z, qoyillik va e'tiqoddan tarkib topadi.
Siz yoshurun аңға актив javob qaytursiz. O, nima desiniz, shuni qabul qiladi. Bu ish muvaffaq qilinsa, o'z navbatida harakatga turtki bo'ladigan aktiv hissiyatni qo'zg'aydi. Ikkinchi, harakatlantirgich kuchingizni payqash orqali o'zingizni qo'zg'atish. Sizni nima harakatlantiradiganligini, ya'ni sizni hayotingizni o'zgartirish uchun harakat qilishga undaydigan narsani teping. Ulluq harakatlantirgich kuchlar muhabbat, o'zini qo'g'dash, ochiqlanish, iqtisodiy foyda va qo'rqinch qatorliqlarni o'z ichiga oladi. O'zingizni qo'zg'atish, qizg'inlik, ijobiy dunyo qarash, aktiv fiziologiyalik iqtidor, ya'ni texmi tez mengish, kulimsirash, tik o'ltirish va o'zingizga Alloh ato qilgan yoshurun kuchingizga ishonishni talab qiladi. Uchinchi, konkretlashtirishning qudrati. Üstün iqtidor fiziologiyasi tadqiqotida bayqilishicha, ko'pincha qaltis tanarkatchilar, tashqi kasalliklar doktorlari, injenerlar va san'atkorlar o'z mahoratini o'stirish va diqqatini shuningga markazlashtirishda muayyanlashtirish va konkretlashtirish usulini аңлык yoki аңсыз ravishda birlashtirib qo'llanadi ekan. Nelson Mandela 27 yil turmada yetish jarayonida konkretlashtirishning uning bo'lumliq tutamini saqlashiga qandaq yordam berganligi to'g'risida nihoyat ko'p qalam tavratgan. Men o'zimning qachon erkin yo'l yura oladiganligimni to'xtamay o'yladim va shu kuni kelganda nimalarni qilg'um borligini tasavvur qildim, deydi u tarjimalida. Konkretlashtirishning pozitsiyani yaxshilashga ko'p foydasi tegadi. 4-chi, aktiv ichki dialog haqidagi pozitsiya suhbati. Pozitsiya suhbati sizning yangi yuzlanishingizga yordam beradigan аңлык, aktiv ichki sadoyingiz orqali o'tmishdagi passiv programmalaringizni o'chirib o'tadigan yoki almashtiradigan usulni ko'rsatadi. Sizning ichki dialogingiz, ya'ni siz kun bo'yi anglaydigan ashu bo'shqina ovoz, sizning mengingizni programmalaydigan va harakatingizga ta'sir qiladigan uruqqa o'xshash harakat qiladi. O'zingizga nima da'vatqanligingizni texmi yaqindan diqqat qiling. 5-chi, so'zlarning kuchi. So'zlarimiz eg'izdan chiqqan aman uni qaytarib olg'ili bo'lmaydi. So'zga diqqat qilishni o'rganib oling. Eg'izimizdan chiqqan so'zlar qalbimizdagi biz o'zimiz haqida ishongan barliq narsalarni manba qilgan shaylarning ifodasidir. Agar siz o'zimizning o'z ahvolimiz yoki atrofimizdagilar haqida baholag'uchi va kamsituvchi holatida so'z qilayotganligimizni payqasak, qalb ahvolimizni o'zgartirishimiz lozimligini bilishimiz kerak. Siz nima deyishingizni kontrol qilish orqali muvaffaqiyatga bevosita yo'l ocha olasiz. 6-chi, aktiv salomlashishning kuchi. Kishilar mendan ahvol so'raganda men nihoyat yaxshi turibman deyman. Ko'pincha kishilar hayotga go'zal so'g'i sifatida muomala qilishga tirishadiganlar bilan birga ishlash yoki yashashni yoqtirdi. 7-chi, qizg'inlik, harakatlantirgich kuchni saqlashdagi muhim qurol. Qizg'inlikning tutamga bo'lgan roli nafasning hayotga bo'lgan roliga o'xshaydi. Qizg'inlik sizni texmi unumli yashash imkoniyatiga ega qiladi. Sadoqat, iroda va ruhni o'zaro yetkazadigan narsa ashi yolqinjab turgan qizg'inlikdir. Qizg'inlik o'zingizni harakatlantirish demakdir. U sizning qilayotgan ishingizga bo'lgan sadoqatingiz va e'tiqodingizdagi harakatingiz orqali so'zlaydigan ichki ruhdir. U sizda bor bo'lgan eng kuchli va jalb qilarliq aloyidliklarning biri. 8-chi, ruhiy quvvatingizga bog'laning. Inson ehtiyojining oxirgi cheki ma'naviyatdir.
jismoniy jihatdan yashashdagi aqalli ehtiyojimiz tufayli badanimizni oziqlantirganimizdek, biz ruhiy mavjudot bo'lganligimiz uchun ruhimizni oziqlantirishimiz kerak. Nurg'un kishilar o'z e'tiqodidan kuchlik va aktiv harakatlantirgich kuch topadi. Men dal shulardan biri. 9-chi cheniqish harakatlantirgich kuchingizni saqlashingizga yordam berdi. Texmi bo'lumliq va turtkilik ruhiy holatga o'tishning eng yaxshi usullaridan biri cheniqishdir. Doimlik cheniqish odati o'ruqlash, muskullarning yetilishi va o'zingiz uchun ba'zi ijobiy ishlarni qilayotganlik tuyg'usi hosil qilish degandek shakllarda bir qadar tez aktiv inkaslarni bera oladi. Yuqorqi tutam qurollari sandig'idagi qurollarni ishiltib, shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyatingizni qo'lga keltirishga tirishing. Dunyoga bo'lumliq tutam bilan baqqanimizda hayotning bizga kulib baqadiganligi sir emas. Inglizchadan tarjim qilg'uchi Hikmatyor Ibrohim. Manba Uyg'urlar Tor jurnalining 10-sonidan elindi.